imtihonlardan o'ylagandan-da ziyoda qilib o'tdik. Kechga yaqin Koreya Respublikasiga, Inchon shahriga uchib ketamiz. Yana ham bir o'z ustimizda ishlab, koreyslar tomonidan bir yangiliklarni olib, o'z vatanimizga qaytib, tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida ketyapmiz. Koreyaga ketayotganlarga maslahatim bitta shuki, avvalo koreys tilini zo'r mustahkam bilsa, o'ziga foyda bo'ladi. Koreys tilini zo'r o'rganinglar, migratsiya tomonidan har qanday yordam bilan hammasi tayyor ekan. Hammaga tavsiya qilaman, u yoqda ishlayotganda tilni yaxshi egallashga, chunki mana biz Angliyada ishlagan joyimizda ham tilni bilganligimiz uchun qiynalmaganmiz. Koreyslar bilan yaxshi chiqishib, bularga o'zimiz yaxshi tomonlarimizni ko'rsatib, bizdan keyingi orqamizda boradigan insonlarga yomon ko'rsatmaslikka va ularni Koreya tomonidan bizni mutaxassislarni ko'proq tanlashlikka iloji boricha qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, o'zimizni ko'rsatamiz Koreyadagilarga. Ish beruvchingiz 1 yil, 2 yil sizga ruxsatini berayotgan vaqtda ishlang, ko'rsating. O'sha boshqalar va'da qilayotgan oylikka rasmiy erishasiz. Bir dona iltimosimizni ishni o'zgartirmoqchimisiz? Koreyada bizni vakolatxonamiz bor. Bemalol murojaat qilinglar. Huquqiylar bor. Huquqiylar va davlatning kafolati bor. Chunki sizlar rasmiy yo'l bilan ketyapsizlar. Omad hammaga.